haqiqiy chirildan qirilgur. Og'zindan laxtan. Voy, keling. Ko'rib turganingizdek, molimizni pastki qavatida maroqli hordiq chiqarish uchun bowling, stol tennisi, bilyard va gem klub bor. Zo'r. Marhamat. Adajon, ko'rdingizmi? Say boshqasini topgan. Ko'rdim, shuni oldindan topsa bo'lmasmidi? Uzunga ko'z qo'ygandek bir-biriga mosa. Mos. Adajon. Vog'ma qilmay. Kelib bitta partiya o'ynaylik zo'r aka. Stresslardan xoli bo'lasiz. Kuzatinglar oldin nima gap ekan, xo'pmi? Davay, oling. Mana, men. Bundan tashqari bizning VIP xonalarimiz bor. Bu yerda do'stlar bilan banket uyushtirib, mazza qilib o'tirib ketishsa bo'ladi. Adajon, ana mega jinni sochini bittalab yulaman. Voy, mana nima qildim, kelin. Menga taklifingiz yo'qdi. Uydagilar bilan bitta maslahatlash kerak. Qachon maslahatlashasiz? Nima qilyapsiz? Atas zapali va qizim choy qo'ying, totib turibsan. Nima qilganingiz-da? Meni bilasizlar-ku yo'q ish bilan kelganimni. Kim bu megachi? Ha? Yaxshimisiz kelin yo qizim yo biznes partneri? Nima? Mana shu o'zbekimda ishlaydi. Menga menejerning taklif qildi. Hali Samarqandga borishim kerak. Uzr bo'ladi. Adajon, ko'rdingizmi? Samarqanddan topgan. Qanaqa Samarqand? O'zingizni choqilib ketdi.